siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Men qarindoshlar Nabi Jahla. Bugün programımızda hemimiz xabar topqandek, düşenbe günü kech İstanbul'da Avcılar mahallesinde yüz bergen qarindishimiz inimiz Yusufjon Ahmadni Xitoy tajovuzchilari tarafidan qasd kuchurdi. Allah'ın izni bilan qarindishimiz inşallah hayat qoldi. Allah ömrünü uzun qilsin, Allah salomat qilsin. Xitoy tajovuzchilarining bu suiqasdi yalnız Yusufjon qilam emas. Bütün Sharq Turkiston qilingan suiqasd bu. Xitoy tajovuzchilari bundan burunmi buna suiqasdlarni İstanbul'da ve dünyanın başka joylarida qilib keldi, ham qilib kelyapti. Bu dastlabki emas, ham oxir qism emas qarindoshlar. Xitoy tajovuzchilari bizning o'tirimizdagi kurash hayot mamotlik kurashi. Ya hayat qolamiz, dushmanimizdan g'olib kelamiz, ya ko'mishcho xo'rab tugaymiz. Onun uchun bizlik o'tirib kurash şu hayot mamotlik kurashi deganim shu. Hamda inimizni bu şekilde Xitoy pul berib yollatib Xitoy o'zi Lojang kelib yerda atmaydi. Yoki musu Xitoy suratlik biz chiqmaydi o'tirimizga qarindoshlar. Turkiya degan bir Amerikanga chet elliklar yomon jiq. Har xil shakldagi pulga ehtiyojli odamlarga nisbatan unda $200 bilan besh odamni atqizish hech qancha gap emas. Onun uchun bunun arkasındaki biz atqıçının cezasını tatqızımız. Ama onun perde arkasındakinin cezasını qandaq tatqızımız. Bunu qandaq paş qılımız. İnimiz mening yurtluğum boğaçqa Qarmay şəhərinin Cərəmulaq rayonundan boğaçqa o inimizдің İstanbul'a kelgan ve şu vaqtdagi fəaliyyətləri anandan keyin bu xalqaralıq təşkilatlarga o'tirg'i chiqib Xitoyning o'zini jasusluk uchun evatganligini oshkorlash, pash qilish buni aytib jasoratlik bir holatdi. Shu vaqtda biz xo'sh bo'ldik, ayrim telefon urib o'zining shu maydonni oshkorlaganidan tabrikladik. U vaqtlarda inimizning bexatarligini ko'rsatib biz axborot vositalariga chiqmadik. Chunki biz ishlagan programma va boshqa sabablar tufaylidan program ishlash jarayonida ba'zi bir gaplarni qilishga to'g'ri kelib qoladi. İnimizden bir kadarlığı daxil olab qolmasin degan o'ylashgan edik. İstanbul'da bu inimizga qo'l saldı. Bu inimizni qo'l silishki maqsad bütün Uyg'ur xalqiga, bütün Sharq Turkistonlikqa shuni demoqchi. Bizning ruhimizni o'rtamoqchi. Bizni ogohlantirmoqchi, bizni qo'rqatmoqchi, bizga bir signal bermoqchi. Nima signal o? U shuni tab mening qo'limiz bizning her yerga yetidi. Ben sizlarga hozir 4 qism yo'llab bo'ldim. Bir jasusning qilgan tahdidi va qiltiqi va oldishi degan mazmunlarda bir narsa yo'llayapman. YouTube kanalimda. Yangi YouTube kanalimda diqqat qilib ko'rayotgan bo'lsa, qarindoshlarim shunga diqqat qilib qo'ysin. Chunki buningdagi yo'llashimdagi maqsadmi bu bizga necha yil burun qo'lga tushgan narsalar. Ammo bugungi kunda xalqimizga her bir Xitoyning jasusining, Xitoyning o'rlashtirayotgan ish faoliyatlarining qanday shaklda bo'layotganligini, ularning nima o'ylayotganligini, nima deyotganligini hammani biz program ishlab anlatib olmaymiz. Ashlarning ovozidan u necha soatlik narsa qarindoshlar. Men shu qismlarini har birlariga qisqa shaklda anlatishga tirishyapman. Buni anlatishib qo'yishki maqsadim har birlarining abam deganimdek Xitoy tajovuzchilarining, jasuslarning her xil şekilde vatandan telefon urib qilyapti. Hatto ki bazı rayonlarda turib qilyapti. Bazılarımızdan hatta yüz aldığımızga kelib qilyapti. Bu şekilde qilayotgan qilmishlarini tushunsin. Bularning nima o'ylab, nima deb, qanday şekilde gap qilgan uslublari va her xil şekilde yumshoq keldigan yerlari va qattiq keldigan yerlari va mushunaqa ideya jihatdan bir tayyorlik bo'lsin.
Bişiği kelgen qarindaşlarımız tecrübesi vaqi gülüsün. Bişiği kelmegen qarindaşlarım texim bunun sezgir olsun ve qandaq cevap berişini, ulu bilan qanday yüzlenişini bunun olgan bir tedbiri olsun. Degen şekilde yollap qo'yaptim qarindaşlar. Şunun üçün bu yollagan nəsildən toxtapdı, qarindaşlarımız bana yolladı. Bunun məqsəd nima? Degen şekilde bir tefekkür qilishinglarni, vaqtinglarni chiqib ko'rib qo'yishinglarni. Bu yalğız bir işkədanın beşiği kilovatkan qılmış emas qarindaşlar. Bu bir aşkarlanğan bir qismi. Biz aşkarlanğan qismidir bu. Şunun üçün qarindaşlar, əmdi Yusufcan qarindaşımızga qılınğan hücum meyli yaqindan turib şekilde açsun deganki radio bergen uçurunu anladım. Onundaki cereyanlarını təsvirləbdi. Chet ellik ekanligi, qandaq şekilde qararlılıqda, nim deyişkən to'g'riliq şekildeki nəslər Erkin Asiya radiosuga chiqib bu to'g'riliq xabarlarni ko'rib qolsanglar bo'ladi. Şunun bilan birga qarindoshlar, hamda o Yusufcan'a qo'l silishi tunganki bugungi tuyuqsiz bo'lib qolgan ish emas. Yusufcan'a qo'l silishi uzuqdan buyon planlanib bo'lgan ish. Yusufcan şu o'ziga chiqib nimaga? O'zining gapidan bog'i. Nimani bergandan keyin mayli qarmay jaramliq istixbarat olsun, mayli qarmay istixbarat olsun ve başqa istixbaratlardan kimga Yusufcan'a ne chiqib tahdid keldi ve öldürüş tahdid keldi. Her xil şekilde o'zi degandek işləvatqan, turvatqan, yaşavatqan yerdeki insanlar arqılıq təhdidlər gəldi. WhatsApp'la arqılıq təhdidlər gəldi. Təhdidlər kiliglik. Ama bugünkü günü gələn vaxtıda bu 11. ay mezgilde qol silişi ve bu hazır qatar şekildeki nəslərdə nima üçün bir neçə signalni bırak verməkçi Xitay. Abim deganimdek qo'rqitish olsun, tehdit silish olsun, hani kendin bizning ruhimizni o'ltirish olsun, anandaki vatandagi xalqlarimizga qo'rqinish olsun, qana biz sirtliklarni manda qilib o'taladik, anda qilib o'taladik. Indoneziyada kuchini aketdik. Mani chet eldagi ba'zi bir bizga nima chiqqanligini aytdik. Yana birisiga o'tib deganda o'ziga ishlayotgan xaylarga belki ogohlantirish. Qara, agar senmo bir kuni bizga yuz o'rib qolgan bo'lsang, bizning qo'limiz uzun, sen ayoli jo'ndib yutimiz degan shekildagi bir bergan signal bu. Yana bir signal oldimizda kelagi yilları Angliyada ichiladigan sud mahkamasiga, guvohchilarga va Xitoyning har xil shekildagi zulmini pash qilayotganlarga berilgan ogohlantirish. O'shuni tepish, agar sizlar bizga qarshi qilsanglar, mandaq shaklda qar qo'limiz bor, biz bir shaklda sizlarga ziyonkashlik qila olamiz degan. Uni da xalqimiz qo'rqib qolamda. Biz xalqimizni qo'g'diyamamdoq. İnşallah qo'g'diy olamiz. Xalqimizning hammasini qo'rqitamaydi. Dilg'ul qilishi mumkin inson. Va tahdidli kelsa dilg'ul bo'lishi to'xtab tura. Voy bu ziyonkashlik qilib qolmasin deb oldimizga qarab qilishimiz mumkin. Lekin bosh aydiranmaydi. Lekin hammamizga qo'l salanmaydi va unda qilanmaydi. Qilg'izmaymiz. Uni qilanmaydi deb bexut yashamaymiz. Qildinmas qitirishimiz. Uning sağa adamlarning o'qlarini qaytarib beramiz qarindoshlar. Aşı qarindishimiz atgan o'q ne? 3 tal atgan bo'lsa, 3 talni qaytarib beramiz. Haqiqat bo'lsin onun bizde. İnşallah. Onun için qarindoshlar, undan burun sizning xabaringiz bor yo'q. Hammamiz bilgandek, uning oldida 2016-yil 12-oyda ayni Abdukim Muhammad Mahsun ustozimizga qo'l soldi, zahar silib shehid qildi. Onundan keyin Abduqodir Anikamni turmaga shul tug'izishga majbur qildi. Har xil yo'llar bilan shu shaklda nurg'ulg'an necha sanduq Abduqodir Anikamning ustidan nima tayyorlab, shikoyat tayyorlab, Türkiye Adliya sud orqali Abduqodir Anikamni nazorat ostiga olg'izdi. Aningdan keyin G'ayrat Qosim deb İstanbulda yashaydigan tegi tekti yana shu bizning Qarmay shahridan bo'g'az chiqib yaxshiroq taniyman. Uningdan keyin u kishini zahar silib o'ldirdi. Yurak kasalligiga o'ldi degan shaklda
odamni yo'q qildi. Anandan keyin Erkin Samat o'tgan yillarimiz xabarimiz bor. Erkin Samatni Qirg'izistonda bo'lgan bir shakldagi nasli qilib, oqidan tashkilligicha shu odamni shu kuni chiqib berguchi hammasi Xitoyning qo'li bor qarindoshlar. Bu Xitoyning qo'lisiz u ish mavjudga kelmadi. Kelmay qolmadi. Shuning uchun bu yerda mayli Erkin Samatning olsun, mayli Abdukim Xonmaqsum, mayli G'ayrat Qosim, mayli bugungi kunki Yusufjon qarindoshlarimizning hammasiga ziyonkashlikdan keyinda Xitoy tajovuzlari bor. Bu eliqib bilmay qilinayotgan yoki xushmay bo'lib qotgan ish yo'q qarindoshlar. Hamma narsa oshkora bo'linib qoladi. Masalan, Xitoyning oshkorlanmagan yoki bo'lmasa biz bilib bilmaydigan Xitoy jasuslari yo'qmi? Bor. Ular meni bilanmidi, meni nima qilanmidi, oshkorlayolmaydi, bilinmay qoladi deb o'ylab ham xiyol qilmasin. Yusufjonning qo'lidagi bu arxiv boshqaning qo'lida bor. Yusufjonning qo'lidagi narsa boshqaning. Yusufjonni tugitma, Yusufjonni o'tirib etsam bu arxiv yopilib qoladi deb o'ylab qolmasin. Shunda o'ylab qolganlar ham xiyol qilmasin. U arxiv necha bir yerda bor. Al Jazeera BBC'ning ziyoratida bor gibi. Agar dedi, ash vatanimdagi qarindoshlarim, mening tuqqanlarim kesilmayli, vatanimdagi qarindoshlarimni qutuldirish uchun mayli mening jinim kessa. Boshqa qarindoshlarimni saqlab qolish uchun. Mening tuqqanlarimni go'rib kelib oldi. Mening tuqqanlarimni o'tirib-o'tirsa, o'tirib kesilmayli. Ammo boshqa Uyg'ur qarindoshlarim Sharq Turkiston xalqi agar mening uylab ketishim bilan, mening badal to'lashim bilan saqladigash bo'lsa, men bu badal to'lashga roziman deb shuna dedi. Yusufjon aman hayotida oxirlashidi. Bizmi oxirlashimiz, hammamiz oxirlashimiz. Ammo qo'sqida g'un qolmaydi. Afsunarlik qolmaydi. 100 yevro bordi u dunyoga. Janob Allohning oldiga amonatini topshirgan vaqtida 100 yevro bordi. Mana ey Alloh, men mujla bir sebep tufayli yoki meni qo'rqitib, yoki meni besim qilib, yoki meni aldab, yoki menda qilib menga qilgandi, ammo men bunga sening rizolig'ingga erishish uchun men buni oshkorlab etdim. Men bugun hayotimni sana teslim qildim, sening oldingga keldim, 100 yevro keldi Alloh. Agar bu yerda bilib bilmay qolgan gunohimiz kechugin deb 100 yevro boradi. Hech qanday nimasi yo'q. Bu dunyoda Qosim Yusufjonning yaxshi sizlari qoladi. Xitoyni pash qilgan. Mana bugungi kun kelganda xalqimizcha kech-kechlab navbat turibdi. Alloh razı olsun. Akşam kechi nechi bir qarindoshlarimiz navbat tutdi. Almashib qaradi. Kech xulmidi qarindoshlarimiz. Mana bugun nurg'un qarindoshlarimiz inshaalloh berib bir shaklda qarindoshimizning yanida bir xizmatlar o'z qilayli deb teatrotdi. Hamma qarindoshlarimizning Xitoy virusi sababli hammamizning bir qatorda hammamizning to'plashib berilishning hojati yo'q. Guruhlarga bo'linib shu yerda mas'ul qarindoshlarimiz bor. Shaxsan bizning qarmay jamoati igi chiqiliq. Inshaalloh igi chiqimiz. Kuchimizning yetishicha shu qarindoshimizning xizmatini qilamiz. Shu yerda qarindoshlarimiz bor. Bizning Abdug'ani akam boshliq jamoat cho'nglarimiz ashada bir shakldagi xizmatlar bo'lsa tayyor turibdi. Inshaalloh bargan qarindoshlarimiz shu bir shaklda ahvol o'qishib, bir qulaylik bo'lgan shaklda berib, hammamizning yo'qlishi, hammamizning ahvol so'rashi bu vijdoniy majburiyatimiz qarindoshlar. Chunki u qarindoshimiz atgan o'q bütün Yusufjonga emas, bütün Sharq Turkistonga, bütün Istanbuldagi qarindoshlarimizga, bütün dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizga etilgan o'q. Biz sen o'qni atqaning bilan bu bizning eng suyimli kishimiz. Sen qo'rqib qolmaymiz, buning yanida biz bor deb tushmi-tushdan shu qarindishimizdan yana berib, shu qarindishimizning hozirgi shakldagi salomatligining tezlik asli kelishi va boshqa ehtiyojlari bo'ladi. Bu shakldagi narsalarni, anandagi uning bexatarligi bo'ladi. Anandagi saqib chiqqandan keyingi o'rlashtirish ishlari bo'ladi qarindoshlar. Bir muncha xizmatlar bor qilgan. Xitoy tajovuzlari o'zining belgilagan adimining ya tutilib qilishidan yoki bu ishning Turkiyada o'ziga bo'lgan salbiy ta'sirining kelib chiqishini o'ylab bo'laqliq. Uning bilan bu bizga qilinadigan hujum, bizga qilinadigan qo'rqitish, bizga qilinadigan ruhiy umidsizlikni barpo qilish uchun bu narsani
bedelini төлep durup Yusufcan'dan ya bir adam bile adaveti yok ilanlar. Ya bir adam bile algı erişi yok. Ya bir ticaret yok bir adam emez. Mesela ticari şekilde bir kirişip kaptı. Onun bir adavet değişip kaptı. Rekabetçisi bilen deyiz gidekçe. Ya bir onun bilen bir uruşup kalgan. Ya o da kalgan. Bir yürü yok bu balonca. Üzgüçlük bir şekilde üzünün halal emgeki bilen üzün yüzü kamdap üzünün bir ikamet çıkışını kütüş için İstanbul'a gelip kaldı. Şu şekilde üzerine işlerini becerivatkan bir balık. Ama bugünkü gün gelgende o Yusufcan'ın uydan nerede turup etişine, Yusufcan'ın neymiş kılıvatkalığını izleş yama asan ço. Xitayga nispeten pek asan o. Bunu iz qoğulap beşkedemden bir hafta keyinde жүрüp o balının ne kaçan mayak vardı, kaçan çıkırdı, kaçan yerde turdu, onda kılışını küstüşe o yama asan iş o. O pek murakkep işlememez. Ama Yusufcan'a kol selişi ve kol seliştin keyinki muddası yetmekçi bolgan näsi mabek mümkün. Top-toplardan qılıp endiş peyda qilish, xalqimizning sarosimiga silish, voy Turkiyadek bir muqimsiz ekan, hammamizgina bo'lib ketadigan degan shaklda bir narsani yaratish. Hamço buningdan keyingi echilmoqchi bo'lgan sotning natijasi nima bo'ladi? Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligini isbotlab qonunlashtirish edi. Xitoyning eng qo'rqinchisi bu. Irqiy qirg'inchilikdek bir jinoyatning atilib qolsa, Xitoyning Gonsandan emas, buningdan keyingi har qanday kelgan hukumati Şərq Türkistan xalqiga төлем төлeydi qardaşlar. Tam quruldu Xitoyga irqiy qirg'inchilik qildi degan tamga peshonasiga urildi. Mayli onun Gonsandan o'tib ketib Gomindanga kelsin, yana bir demokratist kelsin, nemis kelsin, Xitoyning beshidagi bu tamga ketmaydi. Xudo hozir Germaniyanikidan ketmaganga o'xshash. Xudo hozir Yaponiya qisman shaklda Xitoyga ma'z bir төлem narsani berganga o'xshash qardaşlar. Ketmaydi. Onun uchun Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik shaklidagi narsaning kelib qolishini uchun sildek bizlik guvochilikning o'tirib chiqishini xohlamaydi. Sildek bizlik guvochilikning bir shaklida Xitoyni pash qilishni xohlamaydi. Shuning uchun Yusufjanni da qarindishimizni qo'l silish orqali butun Uyg'ur xalqiga bergan ogohlantirish. Shuning uchun Xitoy tajovuzlarining bu qilmoqchi bo'lgan maqsadini, nima qilmoqchi bo'lganini, anandagi abam deganimdek yana birsiga Xitoyga ishlayotgan jasuslarga ogohlantirish. Qaranglar, agar sizlar Yusufjonga o'xshash bizga yuz o'rib qolsanglar, sizdan biz mushta shaklda nima qilamiz? Qo'rqmanglar, agar ashunda o'tirib chiqib Xitoyni pash qila oladigan o'zingni bilib o'zingni pash qilibetsanglar, naytda abam deganimdek dunyo oxiratda yuzini o'chib ketisizlar. Agar unda bo'lmay qilib biz tarafdan oshkorlab qo'yib qolsanglar, Muşu torunimizde vaqtida qarib ketib qolsizlar. Dunyo oxirat xorlab ketisizlar. Chunki u oshkorlanmaydi, bizni bilmaydi, o bu deydigan ish yo'q qarindishim. Oshkorliqlik, kimning Xitoyga ishlayotgan, kimning qanchalik nima qilayotgan, kimning nerda kim bilan kurashgan, kimning qanchalik pul olgandan tortib, bu narsa bek yushirin narsa emas qarindoshlar. Shuning uchun eng yaxshisi o'zingni bu Xitoyning nimasidan tatqininglar yaxshi. Oshkorlasak yüzümüz yo'q. To'xtab men millatimga javob qila oldim. To'xtab qarindishim, ya meni xotin bilan oldi de. Ya pul bilan oldi de. Ash vatandagi uy berima, vatanda onasini qilib berdim, bankardan hammasi yolg'on. Xitoyning bergan versa hammasi yolg'on. Xitoy hech qanday munofiqni tarixdan bu yan qaranglar. Munofiqni hech qachon saq qo'ymagan. Şöhret Zakir'nin dadısı Abdullah Zakirov'ni qanday qildi? Xitoy o'z qo'li bilan o'ttirib etdi. O'ttirib qanday qildi? Hozir o'g'ilga sening dadangni Sayfidni o'ttirib etgan. Sening dadangni biz o'ttamdiq, Sayfidni o'zini o'chirib ekandiq. Shu shaklda o'ttirib etdi desa, shuni ishini yashayotdi. Demak, Xitoy sizlar bizdan işte BBC'miz kirishib qo'yaldik. Siz ananda dedi, seni manada dedi, mamanda dedi. Seni açaqdi, biz dushmaning emas debchi. Hozirmi Yusufjonga qilingan ziyonkashlik Xitoy tajovuz tarafidan qilindi. Xitoy o'rlashtirdi, Xitoy pul berdi, Xitoy planladi, boshqalar qildi endi, boshqa millat qildi. Lekin ash o'qning pulini, tapanchini bergan shu Xitoy. Uning uchun biz uningdan ko'may, atqa adam qildi,
Anikenin palançı teşkilatı pukunç ilan pukunçunun kanılığı çıktı anike başlap qaptı degan tekide näs. Bu emas. Bütün näsini planlap, bütün näsini icra qılıb atqan Xitoy. Xitoy qildi. Düşmanımız Xitoy qarindaşlarım. Xitoydagi düşmanni unutib qolmayli. Özümüzning ichidan fikir qarshimiz o'xshash olmasligi, bir-birimizga tanqidiy fikir berib qo'yishimiz bilan özümüz düşman qilib olmayli. Xitoyni xoin qilish uchun yo josus qilish uchun cho'qim dalil isbot ketadi. Qo'limizda yetarli dalil isbot, shuni isbotlaydigan isbot bilan uni keyin uni xoin josus chiqarsak kechishmaymiz. Ammo bizga yoqmaslam, bizga shundalam nimamizga o'rnimizga to'g'ri ekan, bizning gapimizni qilmaslam, bizning tashkilotimizga, bizning nimamizga, bizning qilayotgan ishimiz shunday qarshi chiqib qolsa, u Xitoydan josuslab ketishni ataydi. Balkim fikri vergan, fikir qarshi o'xshash olmagan, ko'z qarshi o'xshash olmagan odamni hammani yo'gab supur qilib etmayli. Ayliq josus chiqarish, xoin chiqarish yomon osonlab ketdi bizning Uyg'ur jamiyatida. Manda andalas va ma xoin, va magu, men bildik bu xoin bu, xoinimiz qanday bildi bu debchi. Xuddi bizning Uyg'urlar bilish to'g'ri olmaydigandek, Uyg'urning deyishi xatodek ba'zi bir ishlarni. Andaydak to'yg'il berib qo'yadi. Unda to'yg'ini qilib qilishimiz xato to'g'ri olmaydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun Xitoyning qanday ish qilayotganligini men mushu josusligini qo'yib berishim, u nimani qo'yib berishim, men o'zimning no'chiligini Xitoyga mana deyaldim deb o'zimni propoz qilganligimiz emas. Bu yerda Xitoyning nima da'vatganligini, bizning nima deyishimiz kerakligini bildirish uchun o'g'itish uchun şekilde qilayotgan narsa qarindoshlar. Onun uchun biz bir şekildeki bu Yusufcanning qarindoshimiz qilgan ziyonkashligidan nurg'un dars ola olamiz. Nurg'un şekilde bunu to'g'ri şekilde o'zimizning buningdagi xizmatlarga yo'llantira olamiz. Xitoyning ba'zi bir qilayotgan qilmishlarini tushuna olamiz va uning tadbir ola olamiz. Eng muhimi bizning ittifoqli şekilde bir o'xshamagan taraflar, o'xshamagan tashkilotlar, o'xshamagan insonlar mavjud. Ama o'zimizning o'xshamasligimiz sababli bir-birimizni dushman ko'rishning o'zi to'g'ri emas. O'zimiz qanchalik qila olsak, mayli tashkilot ulustimizdan, mayli hukumat, mayli jamoat, mayli partiya, mayli nima bo'layli, o'zimizning qila olgan shaklda xizmatimizni qilib davomlashtiraversak bo'ladi. Natijasini xalq ko'rdi, xalq bağlasın bizni. O'zimiz bağlasak to'g'ri olmaydi. Bizni bağlaydigan xalq. Biz o'zimizning xizmatini ham taqdim etamiz. Bizni yaxshi qilding, yomon qilding, xato qilding, o'ng qilding, so'ng qilding deydigan xalq. Bu xalqqa o'zimiz yana gap boshlab berib, o'zimiz bilan ziddiyatlarni terib o'tirib tashlashning o'zi to'g'ri emas deb qarayman qarindoshlar. Qarindoshlar, fikrimizning o'zimga xos, o'zim shaklda o'ylanganimni, o'zim ko'rganimni, o'zim his qilganimni har biriga o'rtoqlashaman. Buning uchun gapimning to'g'ri yerlarini qabul qilinglar. Xato yerlari qilib qolsin. Hamma Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.